Assalomu подписчиклар, navbatda mashinamiz Cobalt 2014-yil. Titaniy disklar qo'yilgan. Bollar toza. Paket bollar qo'yilgan. Mashinamiz chotki 2014-yil ishlab chiqarilgan. Euro Malibu rullar qo'yilgan, original barlari bor, magnitofonlar bor, Pioneer. Video registratorlar bor, chexollar qo'yilgan, ama chiroyli tip. Mashin tayin. Ko'rinishlari Euro arkasi misrokka bo'ladi. Lux konditsioner do'stlar. Konditsionerim bor. Bemalol sansak peshkir bo'lasiz. Buning bahosini 105 ming aytib turibdi ekan. Chiroyli etib qaytib beradi. Orqalarini ko'rsataman. Telefon nomerini qoldiramiz. Kimga kerak bo'lsa aloqa chiqarasizlar. Bak, metallar var. Şunku etilgan maşin farları var, mer farlar. 100% şunku deydi mine. Hem mer şunku maşini. Ustansak teşkir var orası. Kapatlarını göstereyim motor tarafını. Görünüşleri. Abi zor abi sokkularım koyulgan ekan. Tayın maşin kimga kerak bo'lsa, rasot etib o'tirmishsa xudo qalasa. 4-inchi paketli metan ham qo'yilgan ekan mana qimmatini. Stak. Konditsioner bir ishlab turibdi, teshkir bo'lsa. Barter avtokredit azroq yetarli bo'lsa qarashib ham turadi. Qiziqqanlar. Telefonlar 88 59 66 77 raqamdan telefon etsa qiziqqanlar. Kelishib chiroyib beradi. 105 dan aytgan baho bilan. Hech kim aytgan bahoga sotmaydi, kelishib chiroyib beradi. Xudo xolasa. Yangi odamlar bir like bosib, obuna bo'lishni unutmaymiz.